Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz shahrimizning eng yaxshi mestosida bo'ladi, markazida. Ko'rib turganingizdek, yo'lning bo'yida shu domlada bo'ladi. Berimizda Jaloliddin haykali, bu yerda Shovot kanali, Varroqda bozor, yonimizda institut. Xullas, shahrimizning hamma joyida yaqin mestoda, markazida bo'ladi. Bon tarafimizda esa vokzal. Shu ko'rib turgan domimizni 3-etajında 3 xonali katta kvadratda joylashgan joyimiz sotuvga qo'yildi arzon narxda. Ketdik, ichan taraf bilan do'st chiqsak. 3-qavatimizdan yetib keldik. Shu do'rimizdagi xonadan bo'ladi ekan. Eshikdamiz yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan ekan. Ichan tarafına kiradi olsak, bir girar shotimiz keng tushgan ekan. Uyimiz hozir remontga kelib turibdi. Lekin katta 3 xonali arzon narxdagi kvartira bo'ladi. Banımızda shuningdek prixoshka mebeli bo'ladi ekan. Ko'rganingizdek, uyimiz fondan chiqib turibdi. 3 xona bo'ladi, 75 kvadrat bo'ladi. Undan kattaroq bo'lmasa, banda spalnimiz bo'ladi. Oyoq kiyimimizga qo'li, hamma joyimiz taxta pol bo'ladi. Yaxshisidan jaluzi pardalar asilgan, berimiz ham yaxshigina keng tushgan ekan. Ban tarafimizda esa ikkinchi yotoqxonasi bo'ladi. Berimiz ham fonda turibdi, jaluzi asilgan, registrlarimiz o'tib turibdi ekan. Oyoq kiyimlarimiz hamma joyimiz taxta pol aytib o'tganim. Berimiz zal. Zalimiz dim keng tushgan, ko'rganingizdek, uzilgan. Berimizga balkoni yarısını qo'shib qo'ydi deganlar. 2'ye 6'lik balkoni bo'ladi. Yarısını oshxona etganlar, yarısını zala qo'shib qo'ydilar. Konditsionerlarimiz bo'ladi ekan. Ko'rganingizdek, berimiz ham akfaynalar qo'yilgan. Fonda turibdi xonamiz. Registrlar ham o'tib turibdi, sentralniy bo'ladi. Issiqqina bo'lib turibdi uyimiz. Ban tarafimizda hojatxonasi. Hojatxona bilan sanuzeli bo'lak-bo'lak joylashgan. Berimizda sanuzel bo'ladi. Ko'rganingizdek, toza kir mashina ham qo'yilgan. Qaladi. Berimizda esa oshxona bo'lgan. Bu yerda shuningdek o'tiradigan zona etganlar, yarısına ko'chirganlar balkon oshxonani. Berimiz ham akfayna, uyimiz issiqqina, 3 xonali katta kvadratda joylashgan. Oshxona mebellari bo'ladi ekan. Bu yerda gaz, suv, svetda umuman problemasi yo'q. Asosiysi arzon narxda. Katta joy, yo'lning bo'yida Urganchi Xalq markazida bo'ladi. Narxini keladi olsak, 439 million so'm ozgina kelishiladigan joy bu. Videoda telefon nomer qoldiramiz. Sog' olun, salomat olun.